Uchqun aka, Yunusobod 6-kvartal Xonsaroy Novostroyga kelganmiz. 2 xona studiya, 42 kvadrat, yangi remont ichida narsalar bilan mana kiraverish mabda, stroyniy shkaflari ham bor. Xo'sh, kirganinglarda mana to'g'rida spalni, mana spalni tayyor, mana shkaflari, yotadigan joylari, chiroyli rasmlarni ham qo'yib qo'yishgan. Xo'p, hammom tualetlari alohida, mana yoqlari vanna, kopda keyin qilingan, kafellarni ham yaxshi ishlatilgan. Xo'p, bu yog'imiz mana shu hojatxona. Endi mana mamamiz mana studiya, hozir endi hammani studiya bo'lsin deydi, mana rostagasim studiya bo'lib ketdi. Mana bu yerda knijni tashlab olasizlar. Xo'p, mana yog'imiz oshxona, mana tayyor, stiralka, xolodilnik hammasi turibdi. Xo'p, 42 kvadrat uy ichi, mana balkonimiz 9 kvadrat ekan, mana. Kech paytlari chiqib, Toshkentga qarab qo'yasiz, mana havo ochiq ekan, bugun ertaga quyoshli kun bo'ladi deysizlar. Xullas, shotimiz sotuvga chiqqan, narxi 65 ming so'rashyapti. Kelishtiradigan joyi bor. Ipotekaga ozgina qisman qilsa ham bo'ladi. Asosan naqdga olaveringlar. Pulni bag'vat yig'ib qo'ygan bo'lsanglar, bosinglar, tamom.